Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz 6-sinf Qadimgi dunyo tarixi darsligining 5-mavzusi Temur davriga o'tishda O'rta Osiyoning rivojlanishi mavzusini ko'rib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan biz 6-sinf Qadimgi dunyo tarixi darsining 5-mavzusi Temur davriga o'tishda O'rta Osiyoning rivojlanishi mavzusini ko'rib chiqamiz. Odamlar mis va bronzaga ishlov bergan davrlardan ko'p asr o'tib, temirda mehnat qurol yasashga imkoniyat paydo bo'ldi. Bu jarayon ancha sermashaqqat bo'ldi. Sabab mis va bronzaga nisbatan temir yuqori haroratda erir edi. Bundan tashqari tabiatda juda kamyob edi. Shuning uchun ham odamlar dastlab temirdan zargarlik buyumlari, zeb-ziynatlar sifatida foydalana boshladi. Temirdan birinchi bo'lib tarixda Kichik Osiyodagi, ya'ni hozirgi Turkiya hududlariga to'g'ri keladi, Xetlar miloddan avvalgi 14-13 asrlarda foydalanishgan. Undan keyin Mesopotamiya, Eron, Kavkaz orti xalqlari bundan foydalanishgan. Temir aynan kamyob bo'lgani uchun dastlab zeb-ziynat sifatida foydalangan haqida esladik. Bu kabi namunalar Misr fir'avn Tutanxamon maqbarasidan, Kavkazdagi Maykob qo'rg'onidan aynan shunday zeb-ziynatlar topilgani tarix guvoh. Mehnat qurollarining temirdan yasalishi dehqonchilik rivojiga ta'sir qildi. Temir omoch va boltalar juda katta maydonni egallashga, u yerda dehqonchilik qilishga imkon yaratdi. Va sekin-asta temir buyumlar O'rta Osiyoga ham miloddan avvalgi 9-8 asrlarda tarqala boshladi. Temir qurollarining keng tarqalishi mehnat unumdorligini oshirdi. Bu esa ishlab chiqarishning yanada rivojlanishiga zamin yaratdi. Qabila urug' oqsoqollarining ta'siri kuchaydi. Doimiy harbiy to'qnashuvlar ro'y bera boshladi. Aynan bu davrda qabila ittifoqlari paydo bo'la boshladi. Bu harbiy qabila ittifoqlariga harbiy sardorlar boshchilik qila boshladi. Jamiyat harbiy demokratiya tamoyili asosida qurildi. Tarixda bu davr harbiylashgan jamiyat yoki harbiy demokratiya kabi nomlar bilan kirdi. Temir asri boshlanishida O'rta Osiyo aholisi 4 ta guruhga bo'lindi. Bu ijtimoiy tabaqalanishning yuksak pog'onasi desak bo'ladi. Ya'ni kohinlar, jangchilar, dehqonlar, hunarmandlar kabi toifalar paydo bo'ldi. Aynan bu davr juda jiddiy o'zgarishlar bilan rivojlanganligi bilan ko'zga tashlanadi. Shu o'rinda biz ijtimoiy tuzum taraqqiyotiga ko'z tashlasak bo'ladi. Bir vaqtlar ibtidoiy tudidan boshlangan jarayon urug'ga, urug'lar qabilalarga, qabilalar qabila ittifoqlarigacha yetib keldi. Kelinglar, aynan ushbu ma'lumotlarning asosiy manbai, ya'ni biz tarixni o'rganishga asos bo'lgan yozma manbalar tarixiga bir nazar tashlasak. Ya'ni Avestoda aynan mana shu jarayonlar bir qancha tarixiy atamalar bilan atalgan. Ular bilan tanishib chiqamiz. O'rta Osiyo jamiyati asosini katta patriarxal oilalar tashkil qilgan. Katta patriarxal oilalar Avesto manbasida nimana deb atalgan. Bundan tashqari, urug' jamoasi undan keyingi bosqich Avesto manbasida Vis deb ataladi. Aynan urug'chilik jamoasi vaqt o'tishi bilan hududiy qo'shnichilik jamoasiga aylanadi. Hududiy qo'shnichilik jamoasi Avestoda Varzana deb nomlanadi. Bir qancha hududiy qo'shnichilik jamoalari birlashib qabilaga birlashadi. Qabila Avestoda Zanto deb nomlanadi. Eng yirigi bu qabilalar ittifoqi edi. Qabilalar ittifoqi Dahyu deb nomlangan. O'rta Osiyo temir asriga o'tish davri jamiyatda shunday o'zgarishlar bilan kirdi. Va aynan qabila ittifoqidan keyingi bosqich biz bilgan davlatchilik tuzumiga o'tadi. Temir asri haqida qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi mavzuda uchrashguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.